bizning o'zligimizni ifoda qilgan, biz tiklamoqchi bo'layotgan, biz so'zlamoqchi bo'layotgan odob axloqlarimiz omma xalqimizning qalblarida, oilalarida saqlanyapti. Ular ba'zi birlari bir oilada, ba'zi birlari ikkinchi bir oilada, ba'zi birlari Andijonda, ba'zi biri Samarqandda, Buxoroda saqlanyapti. Bularni ana o'sha yosh kattalarimiz, o'sha oldingi odoblarni o'z hayotiga tatbiq qilib kelgan kishilarimiz hali oramizda turgan paytida, oramizdan ketmay turib, ulardan yozib olishimiz kerak. Ulardan to'plab olishimiz kerak va uni bir-birlariga qo'shib, umumlashtirib va hammaga ommaviy bir qo'llanmaga aylantirishimiz kerak. Buning uchun biz iltimos qilar edik. Men o'zim ham bir chekkadan esimga tushganini yozib bormoqchiman, to'plab. Shu tafsilotlarigacha. Masalan, bizda mehmon kelganda mehmonga bunday muomala qilinadi. Bunday ovqat qilinadi. Unga bunday erkak bo'lsa bunday murojaat. Yoki quda andalar bir-biriga mana bunday murojaat qiladi. Bojalar o'rtasidagi munosabatda ba'zilar bojalarni masalan boshqacha nomlashi mumkin masalan. Mana shunaqa haligi mayda-chuyda urf-odatlarimizgacha bilgan kishilar yozsa, mayli siz bir kanal qilasizmi, nima qilsangiz, shunga odamlar o'zlari bilganini jo'nataversa. Aytmoqchi bo'lganimiz, biz mana shunday go'zal bir axloq odoblarimizni odamlarni demak oilasidan, mahalla urf-odatlari bor ekan. Men ba'zi bir kishilarda o'qib qoldim. Bizning mahallamizda shunaqa misol uchun, mana shularning hammasini iltimos qilamiz endi. Qo'lida telefoni bordir, yozishni bilsaki, yoki video murojaat qilibmi, yoki ovoz qilibmi. Mana shu bir joyga qaysi bir kanalgami nimadir sizlar bilasizlar uni ham. Jamlansa, keyin mana shularni to'plab haligindek turli mavzularda ularni boblashtirib, keyin uni bir qo'llanmaga aylantirsakda, kelajak avlod uchun bu bizni bir xizmatimiz bo'lsa, kelajak avlod oldida nafaqat bu xizmat, bu burchimiz. Omonatni yetkazish. Oldingi ajdodlarimiz hatto kommunizm shu dinsiz tuzumda ham o'zligini asragan. Shuni uddalagan. Bu borada ulamolarimiz ilg'or bo'lgan, oldi qadamda turgan. Va ana o'sha demak omonatni keyingi avlodga yetkazish bizning vazifamiz. Asliyat, o'zbekning o'zligi.